Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Biz Toshkent shahriga 10 kilovatli quyosh panel stansiyasini o'rnatib uстановка qilib berdik. Har doimgidek panellarimiz Jinko, invertorimiz Deya qo'yilgan. Hop, bitta 10 kilovatli 220 xonadonlar Deya invertorini qo'ydik. Keyin xonadon egalari tom balandligi uchun shu yuvish sistemani o'zimiz qilamiz dedi. Klipslarni qatirib berdik chiroyli qilib. Klipsni o'zimiz qatirib bergan sababi panel nozik, sindirib qo'ymasin deb o'zimiz qatirib berdik. Bizda yuvish sistemasiga hamma yo'q. Yuvish sistemasi bilan kimdir xohlasa yuvish sistemasi bilan foydalanyapmiz. Hozir endi pastga tushib, invertordagi echkilar tushayotgani shular haqida ma'lumot beramiz. Invertorni oldida biz invertorimiz Deya invertor 220 volt xonadonlar uchun mo'ljallangan. Avtomat, постоянный tok avtomati, переменный tok avtomatlari, chaqmoq qarshi uzatishlarimiz tizimli qilingan. Hozirda 806 kilovat ushlab turibdi. Ob-havomiz bulutlik. Quyosh chiqqan mahalla 903 kilovatgacha nagruzka ushadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarga rahmat, salomat bo'linglar.